Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bu yerga o'tgan yili qo'ygan teraskamiz edi. Bu tarafga akamiz yana ikkita eshik qo'ydirdi. Ko'cha tarafga yana ikkita rom qo'ydirgan, hozir ko'rsatamiz uni ham. Akamizga bu taraflarda Akfa Aldox 1 seriyada qilib berildik. Buni Aldox Neo profilida qilib berdik. Ruchkalari Akfa'ni original ruchkalari zamoylarigacha. Akfa'ni original zamoylari qo'yildi. Ichki ko'rinishlari bu yoqqa ikkita rom qo'yganmiz. O'pinliklarda ham Akfa'ni original o'pinliklari qo'yilgan. Padakonliklarni qo'yganmiz. Bunga sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqalarimiz pasportni aloqaga chiqarasizlar. Havo bo'ylab xizmat qilamiz. Chiroyli qilib o'rnab beramiz.